Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, aka-ukalarim, opa-singillar, ota-onalar. Bugun bir taloq hukmi haqida sizga bildirmoqchi edim, Alloh bildirgancha. Bismillahirrohmanirrohim. Taloq nima? Taloq qasam deyapti Alloh. Qasam bilan ajraladiganlarni muhlati 4 oy deyapti. Qasam, ya'ni taloq degani Allohga qasam sen bilan ajralaman deyish. Taloq ogohlantirish. Er xotin munosabatingiz buzilsa, taloq bilan ogohlantirasiz. Ey, Allohga qasam sen bilan ajralaman deysiz. Taloq deganning ma'nosi shu. Taloq 2 marta bo'ladi dedi Alloh. Ya'ni shu munosabatingiz o'zgarmasa, Alloh hukmi bor Allohda. Alloh hukm bergan, joy tark eting degan yana Alloh hukmlari bor xotinga nisbatan. Agar shularni ham xotiningiz bajarmasa, taloqni berasiz. Birinchi taloqni berasiz. Taloq senga deysiz. Birinchi taloqning muhlati 1 oy. Birinchi taloqning muhlati 1 oy. Shu 1 oy ichida yarashsangiz, jami o'zi shu 4 oyning ichida ham er xotin bir-biringizni isloh qilsangiz, men gunohini kechiraman deyapti. U degani birinchi taloqdan keyin yarashsangiz ham Alloh gunohini kechiradi. Gunohingizni kechiradi. Ya'ni er xotin bo'lib munosabat bo'lganda bir-biringizni so'kasiz, haqoratlaysiz, qanaqadir noto'g'ri ishlar qilasiz, gunohkor bo'lasizda. Munosabat o'zgargandan keyin. Shu uchun o'shani gunohini kechiraman deyapti Alloh. 1 oy muhlat ko'rasiz. Agar 1 oyning ichida yana o'sha munosabat o'zgarmasa, ikkinchi taloqni berasiz. Ikkinchi marta ogohlantirasiz. Ikkinchi marta Allohga qasam sen bilan ajralaman deysiz. Ikkinchi taloq bu. Uni muhlatini Alloh 3 oy qo'ydi. 3 oy. Shu 3 oyning ichida erini uyida o'tiradi xotin. Erini uyida o'tiradi. Hozir endi 40 kunda o'tiradi degan gap ham bor. Endi o'sha 40 kun oxirgi 40 kunida. Oxirgi mana 40 kun da erini uyida o'sha 3 oyda oxirgi 3 oyda oxir 40 kunda erini uyida o'tiradi dedi. Lekin aslida 3 oy ham o'sha iddada o'tiradi, o'zlari iddada o'tiradi 3 oy ham. Er xotin munosabat qilmay o'tiradi 3 oy. Mana shu 3 oydan keyin ham deyapti, ikkinchi taloqdan keyin ham yaxshilikcha olib qo'ying, yaxshilikcha javobini bering deyapti Alloh. Bu nima degani? Bu degani o'sha ikkinchi taloqdan keyin ham muhlat yaqinlashgandan keyin yarashsangiz, Alloh gunohini kechiradi. Bir-biringizga taloq deb qo'yib, xotinga taloq deb qo'yib, keyin nima chora qilolmay yurmang. Taloqda muhlati bor. Chunki o'rtada shayton bor. Shayton vasvas qiladi. Shayton sizni aqlingizga, fikringizga jahlingizni chiqaradi. Vasvas qilgan degani shu jahlingizni chiqaradida, sizni taloq deyishga majbur qiladi. Siz taloq deb qo'ygandan keyin birdan nima qilaman endi deb xotinni haydab borib boshqaga nikohga berib turmang. U ikkinchi taloqda, oxir taloqda muhlat tugagandan keyin yana yarashishni xohlamasangizlar, keyin ketsa, xotin ketadi. Uni 3-taloq deyiladi-da, u 3-taloq deydilar. U xotin ketgandan keyin boshqa erkakka nikohlanib ajrashmasa, sizga o'sha harom bo'ldi u. Lekin o'sha ketgancha 4 oy muhlatning ichida yarashsangiz gunohi yo'q. Ikkinchi taloqdan keyin ham yarashsangiz gunohi yo'q. Alloh shuni Qur'onda bildirdi. Bir xil holatda taloq berib haydash mumkin. Bir xil holatda. Qaysi holatda? Qachonki nikohingizga olgan bo'lsangiz, mahrini belgilagan bo'lsangiz, yarim mahrini berib, birdan talog'ini berishingiz mumkin. Qavushmagan bo'lsangiz, qo'lingiz tegizmagan bo'lsangiz, qavushmagan bo'lsangiz, taloqni berib birdan javobini berishingiz mumkin. Boshqa qavushib uni yashagandan keyin taloqning muhlatlari bor. Hozir men bir hukm chiqdi dedilar, men o'zim bilmadim, Alloh kechirsin yolg'on bo'lsa. Arablar deyaptilar, Arabistonga 1 kunlik nikoh o'qiy ekan. Bir zinokor ayolni oladi. Bugun nikohni o'qib, o'zini nikohga olayotganda ertalabgacha zinoni qilib, keyin ertalab talog'ini beraver ekan. Yo'q, uni nikohi ham qabul bo'lmaydi. U talog'i ham. U to'liq zino qilibdi. Chunki taloqning muhlati bu nafsga uchib qilingan narsa. Bu hukm noto'g'ri hukm. Siz bir ayolni bir yengiltak ayolni shunday ko'z oldingizga olasizda, o'sha nikohingizga olib Dubayga ketib, borib 1 hafta zinoni qilib, qaytib kelib uni taloq senga deb yana ketaverishda Alloh sizga shunaqa ruxsat berib qo'ydim zino qilishga. Yo'q. Bu hukm noto'g'ri hukm. Bu hukm nafsga ergashganlarning hukmi. Alloh mani chegaralarim deb aytdi bu taloqni. Allohning chegaralari, Allohning hududlari.
hududga tajovuz qilmang dedi. Bu degani mana nima degan bo'lsa, Alloh shu taloqning hukmi bor. Nikohingizga olib yashadingizmi, u taloq Allohning hukmiga bo'ysunib, taloqning muddatini o'tang. Eri o'lgan xotin deyapti. Alloh 4 oy 10 kun turadi-da. 4 oy 10 kun. Endi motam deydi. Eri o'lgancha erning hurmatida o'zi shu 1 yildan keyin ham eri o'lgan xotinni bala-chaqalar erga berishga rozi bo'lmasa kerak. Endi Alloh oson qilib 4 oy 10 kun berdi eri o'lgan xotinga. Lekin taloq bilan ajraladiganlar muhlatini 4 oy berdi Alloh. Shu 4 oy shularni yarashish uchun vaqt berdi. Alloh sizda oila bo'lib yashashingizni xohlaydi. Balangizni yetim qilib qo'yishingizni xohlamaydi Alloh. Alloh dinni oson, yengil qilib qo'ydi. Shuning uchun taloq deb qo'ydim deb endi har narsaga uzr yurmang. Taloqning muhlati bor, birodarlarim. Endi hozirgi yana bir ribo haqida bir gapirib o'tay dedim. Ribo nima? Ribo degani protsentga pul berishda, sutxo'rlik. Endi sutxo'rlik qanday, u ribo qanday bo'ladi? Bir kishi bir muhtoj sizdan qarz so'rab kelsa, farazam qiling, bir muhtoj sizdan 500 ming qarz so'rab keldi. Shu agar haqiqiy musulmon bo'lsa, o'sha 500 mingni olgandan keyin 1 oyda ichida misol uchun sizga qaytarishga aqli yetadi, nimadir ehtiyoji bor, yo moli bordir, yo oyligi bordir. Lekin shu 500 ming bergan pulingizni ustiga siz 500 ni 600 qilib berasan desangiz, u bechora yo bir gunohga boradi, yo qiynaladi, yo gunoh qiladi. Shu uchun ribo harom qilingan. O'zi yaxshilik uchun berilgan pulni ustiga ustama olish harom qilinganda, u yaxshilikda ham savobini yo'q qiladi-da u ribo. Lekin hozir bankda haqida gap chiqibdi. Alloh bir gapda aytadi, Alloh har qanday ko'rinishda deganda, mol ko'rinishda, pul ko'rinishda, don ko'rinishda, material ko'rinishda mana shular nazarga tutilgan. Hozir bankdan pul olish kredit harom deb chiqibdilar. Bankdan kreditni nima deb olasiz? Biznes qilaman deysiz. Bankda sherik deb o'ylang, biznes qilaman deysiz. Biznes plan qilasiz, zalog qo'yasiz unga. Biznes plan qilasiz. Biznes nima? Tijorat. Siz u pulni tijorat uchun olasiz bankdan. Tijorat qilib, tijoratingizdan ulush berasiz. Qani uni harom joyi? Tijoratdan ulush berish harom emas-ku, tijorat qilish harom emas-ku. Bankdan olingan pulga nima deb olinganiga qaraydir bu. Tijoratdan boshqa har qanday olingan pulni ustiga ustama qo'yish harom. Lekin tijorat deb olingan pulni ustida foiz olish harom emas. Meni pulim bor, pulim bankka yetib qo'ydim. Bank menga sherigim. Bank pulimni tijorat qilibdi, tijoratdan ulush beryapti. Qani harom joyi? Tijoratdan ulush olish harom emas-ku, tijoratdan foiz olish harom emas-ku. Alloh aytdi Qur'onda, Yahudiylarni ham sutqo'rlari deyapti, tijoratni ham deyapti, xuddi riboni o'zi deb aytadilar deyapti. Yo'q dedi. Alloh tijoratni halol qildi. Sutqo'rlikni harom qildi, riboni harom qildi. Shu uchun bankdan kredit oldim deb nechta akalar, biznesmen akalar kredit qaytarib to'lashim kerak deb sotdi, bizneslarini sotdi, o'sha nimalarni sotdi. O'ziga kunni ko'rib yurgandir, lekin uni qo'lida ishladiganlar 50lab, 100lab odamlar ishsiz qolib ketdi, u akalarning qo'lida ishlayotgan odamlar. Ularni ishsiz qolib ketdi, uni bola-chaqasi och qoldi. Voy, bilib bilmay fatvo beravermang harom harashga. U chetda tura olib, u bitta kitobni yarim o'qib yo o'qimay, Xudoning hukmini bilmay turib, kredit har qanday kredit harom desa, u tijorat uchun olingan pul harom bo'lmaydi. Xushyor bo'ling. Fatvo berishda, aytishda xushyor bo'ling. Sizni bergan fatvoingiz orqasidan kimlardir zulm ko'rib qolsa, keyin ular Allohga aytsa, Alloh nimaga bunaqa noto'g'ri fatvo berdi? Nimaga Alloh bizni zulm ko'rishimizni xohladi deb Allohdan norozi bo'lib qolsa, sizni fatvoingiz orqasidan qiyomatda javob berasiz. Shu uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytib fatvo bergan do'zaxga tayyor tursin deb. Siz beradigan fatvoni o'ylab ko'rib, bilib fatvo bering. Shu riboning hukmi shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.